ushbu qutlug' tadbirni ochib berish uchun va ishtirokchilarni samimiy tabriklash uchun so'z Qashqadaryo viloyati hokimi hurmatli Murodjon Berdaliyevich Azimovga. Mana bugun barcha qulayliklarga ega, eng zamonaviy, oxirgi jihozlar bilan jihozlangan, barcha qulayliklarga ega bo'lgan, demak, Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universitetini yangi zamonaviy binosini ochilish marosimida turibmiz. Men shaxsan o'zim nomimdan, butun 3.800.000lik Qashqadaryomiz xalqi nomidan, keng jamoatchilik nomidan mana shu institut rahbariyatiga, ta'sischilariga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ishonchim komilki, siz aziz yoshlar egallagan bilim va ko'nikmalaringiz bilan yurtimiz ravnaqi, viloyatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shasiz. Bugungi kun biz uchun shunchaki ochilish marosimi emas. Bu yangi tarixning boshlanishi. Ishonamizki, yillar o'tib, bugungi kunda universitetimizning buyuk kelajagiga qo'yilgan katta qadam sifatida faxr bilan eslaymiz.